Hop. Yo, what's up bola, assalomu alaykum. Bugün Ziko olsun. Bugungi videomizda jahon modlarini qanunda ketdik. Aston Messi nima qildi? Bir bola qolaman-da unda hozir video o'chimiz. Ana kiyimni ham to'g'rilab oldim-da. Hozir men sizlarga bitta narsa aytsam, ko'ngillarga yetkazadi. Men hozir mana tuxumchani ichiga o'tirdim mana. Bye. Xullas, bu video nima haqida bo'lishini bilasizlar. Bu chaqirlar sinimiz bilan mana ko'rib turibdi. Masalan, mana streamerlar qilmoqchisiz siz masalan. Bunda olasizda, xonadonligim kerak bo'ladi deysiz. Shunday olasizda. Uchasiz, pastga tushasiz-da, qo'yasiz. Bug bor edi aytganchilik. Hozir mana shunaqa endi. Bu streamerlarning nimasi bor. Xullas, shu mod mana yana bor. Ancha jihoz bor yana. Sizlarga ko'rsatkim kelmayapti. Vaqt ketadi, vaqt. Ag'netim kelmayapti. Boshlanadi. Kompyuter. Или bu. Yo'qa, televizor. Yo'qa. Bu mana bu. Ben kirgit xolos menimcha. Kirgitmadimi? Mana bu video shulardan iborat edi. Lekin video hali tugamadi. Shunga hali ko'p narsa bor. Juda bu kiyimmi bu? Bu telefonmi? Yo. Просто так o'tib. Mayli endi video shetda tugaydi ekan. Endi nima ham derdik biz. Sizlar uchun harakat qilmaymanmi? Aytgancha bu modni meni Telegram kanalimda olishingiz mumkin. Ili kim skibidi toilet ko'radi, shuni kommentariyada yozib qoldirsin. Lekin anam dafq negrda tez nimasini chiqarish kerak. O'sha spikerda ko'rgim kelyapti. Nimagadir o'shani ko'rgim kelib qoldi, bilmadim. Video tugadi bolalar. Bu modda esa meni kanalim, Telegram kanalim, ya'ni Ziko modlardan olishingiz mumkin. Sizlarga xayr. Bolalar 0 obunachi. Xayr. Bu 114 tani endi biz 150 taga yetkazishimiz kerak bolalar. Xayr. Bye.